5-noyabr 2025-yili Milliy TV kanalida Tozalovchi serialining 88-qismi namoyish etiladi. Bu sana tomoshabinlar uchun oddiy davom emas, balki yangi bosqich, yangi sinf bo'lishi aniq. Har bir sahna, har bir nigoh chuqur ma'noga ega. Bu insoniy poklanish haqida hikoya. Tozalovchi allaqachon oddiy serial emas, bu hayotning ozi. Unda og'riq, sadoqat va umid uyg'unlashgan. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, degan so'zlar asarning yuragini ifodalaydi. Bu ayol timsolida butun insoniyatning iztirobi va orzusi mujassam. Rejissorlik ishi yuksak darajada, yorug'lik, sukunat, nigohlar, barchasi bir maqsadga xizmat qiladi: inson ruhining tozalanishini ko'rsatish. Aktyorlar esa obrazlarni chin yurakdan his etishadi, ularning har bir harakati ishonchli va tabiiy. 88-bo'limda syujet yanada kuchliroq ohang oladi, qahramonlarning ichki dunyosi ochiladi. Tozalovchi – bu ruhiy sayohat, bu tozalikka chorlov. Har sahna tomoshabinni oylantiradi, yuragiga tegadi va yana qayta insoniy qadriyatlarga ishonch bag'ishlaydi.